Diqqat, aholiga jiddiy ogohlantirish. 14-mart O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishi hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan boshqalar ham tezda ogoh bo'lishlari uchun video ostida like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. O'zgidromet 14-mart juma kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9 daraja iliq, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang.